payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Isro kechasida Ibrohim alayhisalomga yo'liqdim. Ibrohim alayhisalom payg'ambarimizga aytdi: "Ey Muhammad, ummatingizga mendan salom ayting va xabar bering ularga. Albatta jannatning tuprog'i pokizadir, suvi shirindir. Albatta jannatning ko'chatlari subhanalloh, valhamdulillah, va la ilaha illalloh, vallohu akbar." Mana shu zikrni har bittasini aytar ekanmiz, bizning jannatimizga bittadan ko'chat ko'chiriladi. Qancha ko'p aytasiz, jannatdagi ko'chatlaringiz shunchalik ko'p bo'ladi, bog'ingiz shunchalik keng bo'ladi. Nima to'sadi bizni yurib ketayotganda subhanalloh, valhamdulillah, va la ilaha illalloh, vallohu akbar deyishdan? Nima to'sadi? Shuning uchun zikr bilan tilimiz doim ovora bo'lsin, doim zokirlardan bo'laylik. Shoyat oxirgi lahzamiz kelganda la ilaha illalloh deganimizda Alloh jonimiz olsin. Chunki Rasul aytganlar, kimni oxirgi aytgan so'zi la ilaha illalloh bo'lsa, jannatga kiradi degan.